Assalomu alaykum do'stlar. Biz qurilishda ishlab yotgandik. Telefon qilib omon bo'syapti, qochinglar deganiga mana yigitlar hamma narsasini tashlab qochib ketishdi. Men dokumentlarim borligi uchun bemalol o'tirgandim. Nachalnikning o'zi kelib, yaxshisi keta qol. Hozir hamma narsang bo'lgani bilan ham отделga olib borib 2-3 soat vaqtingni oladi bekorga deganiga men o'zim ham sekin kiyinib asta chiqyapman. Men o'zim kuryer bo'lib ishlardim Sankt-Peterburgda. Kuryerlikda patentlilarga taqiqlagandan keyin mana shunaqa suxay steshka deydi, shunaqa ishga kelgandim. Mana ishimiz bunaqa rastvor keladi pastdan, через вот этот шланг. Mana rastvor, biz uni yoyib mana bunaqa pol qilamiz. Chiroyli qilib hamma joyda bularga xizmat qilyapmiz hamni olib qarasa. Mana hozir rastvor qollishtirish, quriydi endi bu rasvos chiqadi hamma joyda. Biz endi qochyapmiz mana hamma narsani yig'ishtirib. Bu ishni faqat shu o'zbek tojiklar egallagandi-da, men bilishimcha. Bu sohada o'sha na Hindistonligi, na Koreyaligi ishla olmaydi-da. Kelgani bilan Xitoyligi boshqasi. Mehnati og'ir, oyog'iz mana shu namda bo'ladi ertadan kechgacha. Mana masalan mana bu kecha tugatgan kvartiralarimiz mana chiroyligini chiqqan. Biz bularga ishlab sharoit qilib beryapmiz. Bular bizning kunimizni bermaydi. Eng achinarlisi hozir men dokumentim bo'la turib, men o'zim ham mana qochishga majbur bo'lyapman. Mana shunday katta stroyka 20 minutda huvillab qoldi. Mana apparatlar o'zi turibdi hammasi. Hech kim qolmadi. Bu degani hamma qochdi, o'zbek tojik faqat ishlab turgan ekan. Mana bu bizning apparat, mana bu ham qoldi. Даже ratsiyalarga tashib ketibdi yigitlar qochganini. Ratsiyalarimiz bor, yuqoriga aloqaga chiqib turish uchun. Ikkita uchta uruslarini o'zi qolib tashlab yuribdi. Yo, dokument bo'lsa ham qochish alam qilar ekanda. Hamma narsa bo'lib turib, ofitsialni ishlab turib, firmaning direktorining o'zi kelib, yaxshi qocha qol. Hozir agar отделga olib borsa, balki kechgacha ushlab o'tirishi mumkin. Dedi, naloglarni to'laydi, firma ham nalog to'laydi. Men o'zim patent to'layman, firmaga dogovor qilingan. Lekin mana shunday qochamiz. Ham kulguli, ham bir qayg'uli gap bo'ldi. Yana bir ukamiz bor, hali uylanmagan yosh yigit. Sen dokumentlaring bor-ku, qochyapman, nima qilasan desam. Aka, hali uylanishim kerak, uy-joy qilishim kerak. Deportga tushib qolsam, na zapas pulim bor, na boradigan uyim bor deydi bechora. O'sha vaqt kuldim, to'g'ri, lekin tafakkur qilib ko'rsangiz, achinarli holatda. Hamma narsasi bo'lib turib, dokumentlar bo'lib turib, mana shunaqa qilib qo'rqib qochib yuribmiz. Emas, yuribdi o'zbek tojik xalqimiz. Men o'zim studentman, yaqinda o'sha diplom ishi ham yozyapmiz, topshirib diplomlarni olamiz. Ofitsialniy ishlayman. Lekin mana baribir hech kim qolmagan, huvillab qolgan hamma joy. Ertalab kelganimizda to'la odam edi, ishchi bilan to'laydi hamma joy. Iloji bo'lsa, kimni sharoit to'g'ri kelsa, o'sha yerdan O'zbekistondan tursin bitsin, oilasini boqib turgan sharoiti bo'lsa, kiymanglar deydi, to'g'risi. O'sha Rossiya pishdi, tamom. Rossiyaga hozir mana 4 million, 5 millionga xarajat qilib bilet olib kelasiz. Bir o'sha yashayotgan joyingizga registratsiya qilib bersa yaxshi. Bo'lmasa posredniklarga registratsiya qilib berasiz, ular falshiviy qilib beradi. Qo'lga tushib qolsangiz, registratsiyani ba'zida yo'q ekan deb shtraf qiladi. Patent to'laysiz, firmaga dogovor, ofitsialniy ishlaysiz, dogovor qilib. Ну, по-любому вот qochishga to'g'ri keladi. Menga o'xshab. Men qochmoqchi emasdim, o'zimning vaqtimni qizg'onyapman. Nachalniklar
bekor aytmagandir, kechgacha vaqtingni oladi deb. Ketyapmiz. Kelmanglar Rossiyaga, короче.